Assalamu alaykum hörmətli görmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin bugünkü xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Bugün cümə. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitay Mərkəzi xəbər torunun 8-ci ayının 24-cü gündəki xəbərdə bildirilishicha, 8-ci ayının 22-ci günü atalmış Cungu Şinjan, Qashqar, Pakistan, İslamabad xalqaro tosh yo'l transporti tunji qatimliq safarda boshlagan. Yeni liniyaning ochilishi Qashqarning rayon afzalligi tamojna va xalqaro tosh yo'l transporti qulaylik yaratib, atalmış bir belbog' bir yo'lning taraqqiyotiga texmi ko'p shart-sharoitlarni hozirlab, texmi yuqori qatlamli taraqqiyot va o'zaro manfaat yetkazish va teng foyda olish vaziyatini qo'lga keltirdi ekan. 8-ci ayının 22-ci gündəki tunji safarda 79 tonna yağan, po'lat turba va boshqa turmush buyumlar qachilangan tir belgisi tushirilgan 5 chet el mashinasi Qashqar tamojna xodimlarining nazorati ostida Qashqar tamojnasining kontrolligidagi rayondan o'tib, Pakistanning poytaxti Islomobodga taxminan 3 kun ichida yetib bordi ekan. Bu qatimliq safar Xitoy bilan Pokiston o'rtasida tunji qatim tir xalqaro tosh yo'l transport tijoratining boshlanganligi. Shundaqla Xitoy bilan Pokiston o'rtasidagi atalmış Şinjanning chegara halqagan qatnash holatining yo'l qo'yilganligining namoyandasi ekan. Tir transport tijoratining o'ngishli boshlanishiga kafolatlik qilish uchun Qashqar tamojnasi tir savdo ko'zligi qurib, tamojnadan o'tish va savdo maslahat berish mulozimati uchun 24 soatlik mulozimat bilan chegaradan kirib chiqish sur'atini eng tez suratda bajargan. Xitoy bilan Pokiston o'rtasida tir transportining ochilishi korxonalarning tamojnadan o'tish qulayligidan bahramand bo'lishiga, shundaqla yuk tashish unumini o'stirib, toshish vaqti va tannarxini tejab, Qashqar rayonining atalmış bir belbog' bir yo'l qurilishiga va Ipak yo'li iqtisodiy belbog'ining taraqqiyotiga zo'r to'p qo'shib, atalmış Şinjan rayonining janubiy chegarasining muhim ko'riki va Jungo-Pakiston iqtisodiy koridorining unumli ko'rikiga aylanishiga asos solgan. Xitoy aksiya vaqt gazetasining 8-ci ayının 25-ci gündəki xəbərə qaraganda, Xitoy şirkəti bolmuş atalmış Şinjan Tianyi guruhining oldingi 20 yilda sap ziyini 588 million yuan bo'lib, bu şirkətning sap kirimi bulturga o'xshash mazgildagidan 25,78% tövendigan. Aksiya vaqt gazeti 25 avgust kechda yarim yillik doklad e'lon qilgan bo'lib, oldingi yarim yilda tijorat kirimi taxminan 5 milliard 922 million yuan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 25,78% tövendigan. Umum ziyon 588 million yuan bo'lgan. Atalmış Şinjan Tianyi guruhining asosliq tijoriy obyekti xlorid ximiyalik sanoat mahsulot ishlab chiqarish bo'lib, doklad mazgilida shirkatning polivinil xlorid va kauchuk savdo mahsulotlarining sotilish bahosi oldingi yilning o'xshash mazgilga selishtirganda ko'rinarli to'langan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr xo'sh. Allohga omonat.